Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, biz 3 komplekt apparatni Farg'ona Oltiariqqa jo'natadigan bo'lib turibmiz. 3300 lik apparatimizdan 3 komplekt skidka narxida chiqib ketyapti. Xo'p, volt motor va pompa italyanskiy Ari pompa bilan chiqib ketyapti. Hop, pult upravleniyalari, shlanglari komplektatsiyasida, qolgan mayda juda narsalari va pult upravleniyalari. Tak, bu yoqda yana bir ikkita ko'rsatadigan narsalarim bor. Hop, bu yerda bitta akamiz Qo'qonga narsa zakaz qilgan hozir chiroqni yoqaman. Tak, 7,5 kilovatli apparatimizdan 4 ta zakaz qildilar. U akamiz aytdilarki, albatta volt motor bo'lsin, Turkiyaniki bo'lsin, Xitoy motor bo'lmasin dedilar. Turkiyani volt motorini topish ozgina qiyin bo'lyapti. O'shaning uchun Silicom karcher sotib ola qoldik. O'sha 7,5 kilovatli karcher ham sotiladi, bilasizlar. O'shandan sotib oldik. Buning ichida original volt motor Turkiyaniki bo'ladi va Ari o'sha pompasi bo'ladi. 250 barli pompa. Tak. 250 bar mana. Xullas, original italyan pompasi. Mana shunaqa zakaz qildilar. Bizga klientimizning zakazlari va individual talablari bosh ustiga qabul qilamiz va ular aytganday qilib, qimmatroq chiqadi mana bu. O'sha qimmatroq chiqsa ham ustiga narx qo'shmasdan qilib beryapmiz akamizga. Xudo xolasa tez kunlarda Farg'onaga, Qo'qonga o'rnatamiz buni ham. Azizlar, skidka narxida apparatlar hali ham davom etyapti. Konsollar ham uni komplektatsiyasi va hokazo. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha mana bu ikkita membrana ham o'sha Qo'qonlik akamizni Osmos uchun membrana. Osmos ham kelgan. Aytgancha Abdurahmon, Osmos qayerda? Mana bu yoqda boshqalar. Ha, bo'ldi, turaversin. Salomat bo'linglar, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysangizlar, xudo xolasa xizmatingizda bo'lamiz.